Чемоданni olganim juda ham zo'r bo'lgan ekan. Tailandda ham, Bangkokda ham shunaqa uzun ekan yuradigan joylari. Yaxshi ham shu chemodanni olib uchirtirib ketyapti. Peshkom yurishni hojati yo'q. Mana Gulmiraxon. Ay. Mana Gulmiraxon ketishini qarang. Bangkokda aeroporti Istanbuldagidan katta ekan. Agar yaxshi ham shu samokatda olganim, men hep ketyapman. Bo'lmasam bilmayman, qachon yetib borardik. Ey. Gulmira. Akkuratna. Mayt odamlar uxlayaptimi? Bo'lmasam bugun yetib bormasdik. O'lardik charchab. Yaxshi ham olganim samokatda. Sandan toqati diqqat istadim. Какая жара, духотище, боже. Sigaretчикlarning bularda окружённые месталар bor ekan. Mumkin emas ekan ko'chada chekish. O'zbekistonda soat 4, Turkiyada soat 2, bu yerda 7 necha bo'ldi? 7 mi? Ужас. Ay. Bangkokka yetib keldik, endi Pattayyaga ketamiz hozir. Qolganlar chiqishsin. O'zbekistondan uchayotganlar. Pattayyaga ketamiz. Ay, qo'qash. Nima kostyum kiyib yurishadi bular? Issiqda, uy. Hammasi issiq kiyim olgan-e. Pattayyaga sayohatimiz boshlandi. Mana xotin bugun ko'tlar qiladi. Hammaga ayting. Fikringiz. Ko'krepok va bemalol kesili bo'ladi. Hamma muolajadan qilamiz. Shunaqa gaplar. Qiymatlashamiz. Netflix uyda qolib ketdi endi energiya. Bilin, 12 kun shu yerda bo'laman desam, mana xotin ko'tarib ketdi Netflix. Netflix ham bor ekan Tailanddagilar, короче. Qizlar jonlar. Nechta qilyapsiz? 10 ta bormi? Hammaga yetar ekan, ves Tailandga yetar ekan. Biz o'zbek qizlar yashaydigan joyda qaranglar go'zalligini. Yana. Go'zallik. Aytgancha esimdan chiqib qoldi. Surxondaryoni ko'tiyam men bilan. Nima edi? Jacqueline. Bu manzarani go'zalligini qaranglar. Ham go'zallik. Ana qizlar bilan tomga chiqdik cho'milgani. Hammamiz bola chaqa urg'aymoq. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tuzimizlar? Biz как будто Pattayyada emas, bilasizlar? O'zbekistondamiz. Butun O'zbekiston shu yerda ekan. Bitta mahalla bor ekan. Bu nima edi? Nomi? Aleksandr. Ha, yo'q. Esimdan chiqib qoldi, короче. Butun O'zbekiston qizlari shu yerda. Hamma O'zbekiston shu yerda ekan. Qizlari-yu, bolalari-yu hamma. Короче, как будто O'zbekistonga kelgandek bo'ldim. Villamiz tayyor bo'lguncha qizlarnikida o'tirib turdik, basseynda cho'mildik. Hal kupalnik olmagandim. Men bir yoqqa chiqsam hech bola olmay kelaman-ku. Har doim только средстволарым chemodanda. Har doim торговый sentrga chiqib olaman shu yerdan. Hali hech bola olganni usvet qilmadik. Villamiz 2 da tayyor bo'lar ekan, shuni kutdik. Mana tayyor bo'ldi, hozir ketyapmiz. Endi uyda cho'milib, yuvinib, ayol bo'lib, go'zal bo'lib keyin ko'chaga chiqamiz. Ves O'zbekiston bolalari, qizlari shu yerda ekan Pattayyada. Kapets. Assalomu alaykum. Наконец-то villamizni tozalab bo'lishibdi, kelib oldik. Ko'rsataman, xonasi juda ham ko'p ekan. Kuxnyasi, zali. Bu yoqda bitta spalni xonasi o'zi ko'p ekan. Bu yoqda vanna, rom tur qilib beringizlarga. Bu yoqda yana bitta xona, bu yoqda o'zini vannasi, voy hamma yoqda vanna. Tepada ham xuddi shunaqa. Ha, yuringchi. Bu yoqda lesnitsa, chemodanlarimiz. Mazza qilib basseynda cho'milib keldik, yana cho'milamiz hozir. Qizlar magazinga chiqib ketishdi. Qoching, video olyapman. Eshik qulab oldi. Bu yoqda ham xona. Xohlagan xonangizga qochib ketaverar ekansiz-da. Bu yoqda ham xona. Bu yoqda ham xona. Короче, и bu yoqda ham xona. Bože moj, hamma yoqda xona. Hammasini vannasi bor ekan o'zini. Hammasini o'zini vannasi bor ekan.
Bu O'yi kattaroq ekanmi? bu yerda ham. Oho. Hamma yo'q. Yo'da ham dushovoy. Mana Hammasini dushuru отдельно ekanda. Обалдеть. Hamma yo'qda dush отдельно ekan. Охренеть. Bu balkon, basseyn. Buni siz tanladingizmi? Oo. Go'zallik konditsioneri bor ekan. Bu yerda ham dush vanna. Hammasini o'zini vannasi bor ekan. Обалдеть. Guli? Hamma ikkinchi etajga chiqib ketdi. Men birinchi etaj basseyn to'g'risidagi xonani oldim. Чтобы ertalab turib shlap etib basseynga tashlaganim. Mazza qilib cho'milgim kelyapti. Oy. Qizlar magazinga ketishgan. Yo'q hali ham. Yosh bolani ishga buyur, orqasidan o'zing yugur degan gap shu. Basseynga tashlab yuboraymi?